Ana oyijonlar, shu yerda o'zim maqtab ketay, eshitib turinglar, ha deb turaverasizlar endi. Folikulometriyaga kelayotgan oyijonlarimizda почти ko'pida уже homiladorlik aniqlanyapti. Uncha ahamiyat bermayman, chunki men bu bilan shug'ullanmayman. Zulayho opa, bu oy homilador bo'lasiz, yoting mana shu kunlari degan edingiz. Mana beremenniy bo'lib keldim deb ko'pchilik kelishyapti. Rahmat. Oyijonisi ham uziga tushganlar. Matka zo'r, oyisi zo'r yetilyapti endometri. Bularga umuman folikulang yetilmayapti, yetilmayapti bu oy deb aytishgan bunga. Bizani chat tuxumdonimizda bitta, ikkita, 3 ta, kerak bo'lsa 4 ta, но главныйsi 3 ta тройняшка bo'lib qolsa oyisi. 3 ta katta folikularimiz harakat qilmasangiz bo'lmaydi endi.